Demak, bugun sizlar bilan meros haqida gaplashamiz. Meros bu ota-onadan farzandlariga qoladigan boylik hisoblanadi. Endi meroslarning turlarini haqida gaplashamiz va bizning xalq, ya'ni Markaziy Osiyo xalqlarida farzandlariga qoldirayotgan meroslar haqida gaplashamiz. Demak, meroslar moddiy va ma'naviy meroslarga bo'linadi. Moddiy meroslarga ota-onadan qolgan biznes bo'lishi mumkin. Uy-joy, mashina, ya'ni avtoulov nazarda tutilyapti hamda biznikilar nima dollarda pul sarflaydi-ku, dollar, yevro bo'lishi mumkin yoki tilla buyumlari bo'lishi mumkin. Endi mana bularning hammasi moddiy meros bo'lib ota-onadan farzandlariga qoladi. Endi ma'naviy merosimiz bu ta'lim va tarbiya. Endi ta'lim-tarbiyaning o'zi ham mehnat tarbiyasi, iqtisodiy tarbiya, estetik tarbiya, jismoniy tarbiya va hokazo bir nechta tarbiya turlariga bo'linadi. Ta'lim, tarbiya yana diniy ta'limga, dunyoviy ta'limga bo'linadi. Endi mana bu bilan bu ikkalasi ota-onadan farzandiga qoladigan meroslar. Hozirgi kunda atrofimizga ahamiyat beradigan bo'lsak, atrofimizga, qo'ni-qo'shniga, hatto o'zimizning oilamizga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, biz asosiy urg'uni, ya'ni bor diqqatimizni mana bu meros qoldirishga qaratganmiz. Ko'pchiligimiz tan olishimiz kerak, ko'pchiligimiz ma'naviy meros qoldirishga emas, moddiyat biz uchun birinchi o'rinda bo'lib qolgan. Alhamdulillah. Endi hozirgi kunda ota-onalar farzandiga uy qurish bilan, o'ziga mashina olish bilan va hokazo, ayniqsa qiz farzandlari borlar, qizlariga tilla, qiz tug'ildi, sandiq ochib, sarpa sol degan gaplar borda. Tilla buyum olish bilan ovora buyum bo'ladi-da. Qora kunida ishlatadi-da. Avvalosi yaxshi niyat qilish kerak. Farzandning qora kuni bo'lmasin, yaxshi kuni bo'lsin. Har doim yaxshi kuni bo'lsin, niyat qilish kerak. Bular hammasi moddiyat. Bu narsaga biz urg'u berishligimiz unchalik ham to'g'ri emas. Dunyoviy ilm bilan qarasangiz ham, diniy ulamolarning fikrini olsangiz ham moddiyatga bor kuchimizni qaratishligimiz, farzandlarimizni meros qilib qoldirishlikda bor kuchimizni shunga qaratib, ularga bu moddiyatni meros qilib qoldirishligimiz diniy va dunyoviy nuqtai nazardan ham to'g'ri emas. Ma'naviy meros bu eng katta boylikdir. Agar sizning farzandingiz o'ta tarbiyalik va diniy va dunyoviy ilmga ega bo'lsa, siz unga hech nima qoldirmang, u sizdan rozi bo'ladi. Sizdan keyingi hayoti ham albatta go'zal bo'ladi. Yoki siz qaragan chog'ingizda ham mana bu ta'lim tarbiyalarni berib qo'ysangiz, farzandingizni ko'rsangiz rohatlanasiz. Uni yutuqlaridan, uni so'zidan, sizga bo'lgan hurmatidan, el yurt ichidagi hurmatidan siz g'ururlanasiz. Agarda mana bu narsani emas, faqat bunga e'tibor bersangiz, tagiga avtomashina olib bering. Eng zo'ridan olib bering. Taxminan $15,000 mashina olib bering. $150,000 uy qurib bering. Bir nechta biznesi bo'lsin, bir qancha pullar bering. Hamma narsasi bo'lsin, lekin ta'lim va tarbiyasi bo'lmasa, bularning hammasini u yo'qqa chiqarishligi mumkin. Bir oyda yo'q qilishligi mumkin. Agarda mana buni bersangiz, ta'lim va tarbiyasini bersangiz, mana bularni o'zi qilib oladi kerak bo'lsa. Siz qurayotgan uyda yashamaydi bo'lib qo'ying. Eslaysizlarmi, mana biz yoshligimizda uylar qanaqa edi? To'y bo'lganda bir qop ohak olib kelib, ohakni uvitib, bitta oqlab chiqardik, o'sha uy remonti, shu uyni ta'mirlash, to'y jarayoniga tayyorgarlik shu bir qop ohak bilan bo'lardi. Mashinalarimiz o'sha hozirgi kunda yurgan Volga, Jiguli mashinalari biz uchun eng qimmatbaho mashinalar edi. Yaqin kungacha mana bundan 2-3 yil oldin ham eng qimmat mashina GM O'zbekiston mashinalari qimmat edi, hammasi orzusiz edi. 2-3 yilda, so'nggi 2-3 yilda ularning narxi teng yarim barobarga tushib ketdi. Ya'ni moddiyat bu vaqtinchalik.
va farzandlarimiz uchun qoldiriladigan eng zarur bo'lgan meros emas. Albatta bo'lgani yaxshi, yomon emas. Bu narsa qoldirmang demoqchi emasman. Lekin urg'u, ya'ni bor kuchimizni farzandlarimizga moddiyat qoldirishga emas, ma'naviy ta'lim tarbiya berishga sarflashimiz kerak. Shundagina O'zbekiston rivojlanadi. O'zbekiston taraqqiy etadi. Faraz qiling, O'zbekistonda 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan iborat bo'lsa, hududiy jihatdan. Ana shularda hammasida city qurib hammasi 100 etajli domlar, hammada eng oxirgi markadagi, dunyoda eng zo'r brendidagi mashinalar, eng oxirgi. Hamma yoqda juda ham zo'r komfort. Mayli 14 ta hududimizni barchasida metro ham bor, hamma sharoitlar yaratilgan. Lekin farzandlarimizning ta'lim tarbiya bo'lmasa, bu xonavayron bo'ladi bu davlat. Lekin mana bularning birontasi yo'q bo'lsa, ta'lim tarbiya bo'lsa, o'zlari qurib oladi. Tarixga nazar tashlaylik. Tarix degani hozir tarix degani sizlar darrov kitob ochib varaqlash shart emas. Tarix bizning 10-15 yilga, bizning mana yaqin kelajak tariximiz 20 yil, 30 yil orqaga nazar tashlaylik. Zamon qanday o'zgaryapti? Siz 15-20 yil orqaga qadam tashlang, siz o'sha davrdagi muhitni tasavvur qiling, uy-joy mashinalarni siz qoldirayotgan mana bu mashina bilan uy-joy ham sizning farzandlaringizga, ular hozir siz 20 yil oldingi uy-joy mashina tasavvur qiling, siz o'sha uyda yashaysizmi, yo'q? O'sha mashinalarni minasizmi, yo'q? Zamon tezlashib ketdi. Demak, siz qoldirayotgan uy-joy mashina bolalaringizga meros bo'lib qolmaydi. Uyingizni eng kamida kapital remont qilib yashash mumkin. Bo'lmasa buzib tashlab boshqatdan oladi. Mashinangizni minmaydi, sotib oladi-da. Ondan bir puliga yangi mashina olib minadi. Sizning biznesingiz balkim agarda rivojlantirilmasa, ta'lim va tarbiyasi bo'lsa, ta'lim va biznes ham iqtisodiy bilimga ega bo'lsa, siz qoldirgan biznesingiz bankrot qilib yuboradi. Biznes har doim ilm talab qiladi. U har doim rivojlanib o'sib borish kerak, raqobat bardosh bo'lish kerak. Uni boshqaradigan odam ilmli bo'lish kerak. Siz ilm bilan boshqargan biznesni agar ilmsiz farzandingiz yo'q qilib yuboradi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, siz farzandingizga ta'lim va tarbiya berishga urg'uni qarating. Ko'p ota-onalarni kuzataman, kuzatishlarim natijasida mana shu videoni olib aytyapman, murojaat qilyapman. Ta'lim va tarbiyaga pul ajrating. Siz farzandingiz haqiqatdan yaxshi ko'rsangiz, farzandingiz kelajakda yaxshi inson, jamiyatga, millatga, ummatimizga xizmat qiladigan bo'lsin istasangiz, uni ta'limiga pul ajrating. Shunda ota-onalarni ko'raman, afsus qilaman-da. Qo'lida zo'r telefon, tagida zo'r mashina, lekin bolasini qo'liga maktabiga 15-20 30 ming, 50 ming pul beradigan ota-onalar. Lekin bolasini ta'limiga qaramaydi-da. Tog'ma-tog' chet el yuradi, lekin farzandining ta'lim tarbiyasiga qaramaydi. Ularga achinaman. Ularning farzandlarining kelajagiga achinaman. Bitta mashina taxminan 15 ming dollar bo'lsa, bitta farzandingizni 7 yoshda maktabga chiqadigan bo'lsa, o'sha 8 yoshga to'lar payt 7,5 yoshlarda maktabga chiqadigan bo'lsa, ana shu bolangizni kelajagiga ana shu 15 ming dollar shunday bo'lib 11 yillik maktabda ta'limiga shunday bo'lib repetitorga tashlasangiz, bolangiz 18 yoshga yetganda oliy ta'limga grant asosida kiradi, ilmli bola bo'ladi. Kelajakda jamiyatga, millatga, ummatga foydasi tegadigan bo'ladi. Ko'rsangiz, o'z farzandingizni ko'rsangiz, ko'zingiz quvonadigan farzand bo'ladi. Lekin siz 15 ming dollarga mashina olib qo'yib, unga bir sovg'a qilsangiz, meros qilsangiz, u mashinani olib dabdalasini chiqarib tashlash mumkin. Hayotimizda bunaqangi misollar juda ko'p. Juda ko'p. Faqat biz ahamiyat bermaymiz. Siz tahlil qiling, atrofingizdagi oilalarni tahlil qiling. Uzoqqa bormang. Uyingizni markazida, uyingizga 500 metr diametrdagi oilalarni tahlil qiling. Ilmli bola bilan ilmsiz bolani tahlil qiling. Oilalarning boshqarayotgan, farzandiga pul tikayotgan, farzandiga bor pulini farzandini ilmiga tikayotgan oilalarni tahlil qiling.
va bor pulini farzandiga meros qoldirayotgan, lekin bolasini o'qitmayotgan oilalarning keyingi hayotlarini tahlil qiling. Hurmatli ota-onalar, ma'naviy boylik qoldirishga harakat qiling. Farzandlaringizga ta'lim tarbiya bering. Ko'p o'quvchilar hozirgi kunda ta'lim tarbiyasi qolib ketyapti. Ota-ona ertadan kechgacha faqat ish. Mana bu narsani mashinasi Spark bo'lsa, Cobalt'ni Gentra elektromobil qilish bilan oladi. Uyini 2 xonali, 3 xonali, 5 xona qilish bilan oladi. Biznesni rivojlantirish bilan oladi. Farzandiga tilla buyum olib qo'yib, sandiqqa solish bilan oladi. Lekin mana bu jihatiga biz ahamiyat bermay qo'yamiz. Mana bu jihati bizni qiynayotgan muammo bo'lyapti. O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda ta'lim olish uchun imkoniyatlar juda keng. Bo'lib ham juda katta shart-sharoitlar yaratilib beryapti. Shunday imkoniyatdan foydalanish kerak. Ta'lim-tarbiya jarayoni katta pul talab etmaydi. Ta'lim-tarbiya jarayoni ko'proq mehnat talab qiladi. Ko'proq diqqat, e'tibor, ota-onadan farzandiga e'tibor talab qilyapti. O'quv kurslari eng qimmati 1 million bo'lsa kerak. 1 million 100 ming ingliz tillari. Qolganlari 600 ming, 700 ming so'm, 500 ming so'm. Arzimagan pul. Mana bularning oldida arzimagan pul. Bitta o'tirishda yeb ichib yoradigan pulingizni bolangiz 1 oy ta'lim oladi. Jonim achigandan shu videoni qilishga majbur bo'ldim. Kimgadir chiqib olib aqllilik qilish maqsadida emas. Jonim achigandan aytyapman. Farzand sizniki, meniki emas. Lekin ana shu sizning farzandlaringiz bizning millatimiz kelajagidir. O'zbekiston Respublikasining ertaga kim bo'lishligi, jahon miqyosida kim bo'lishligi mana bugungi kundagi farzandlarning ta'lim oluvchi, maktabda tahsil olayotgan o'quvchilarning ta'lim tarbiyasiga bog'liq. Hurmatli o'quvchilar, ota-onangizga mana buni o'zingizga meros qilib emas, mana buni meros qilib olishga harakat qiling. Ta'lim va tarbiyani meros qilib olishga harakat qiling. Ilmga bor pulni tikishga harakat qiling. Ota-onangizdan ilmga sarflang. Mana bu mashinaga emas, uy-joyga emas. Uy-joy umuman peshina yozilgan bo'lsa albatta bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladigan narsa, lekin mana bunga ajratilgan vaqt, yoshlikda ajratilgan vaqt bu. Shuning uchun shunga ahamiyat berish kerak. Hurmatli ota-onalar, farzandingizning ta'lim tarbiyasiga e'tibor bering. Jamiyatdan ko'ra ko'proq faxrlanadigan, ko'proq foydasi tegadigani sizning farzandingizni foydasi tegani, sizga foydasi tegadi. Sizga ko'proq zarari tegadi, tegsa ham. Foydasi ham zararining eng katta qismini siz ko'tarasiz. Farzandingizda g'ururlanadigan ham siz. Kerak bo'lsa farzandingiz agar betarbiya bo'lib qolsa, farzandingizni orqasiga kerak bo'lsa ko'chaga chiqa olmaydigan ham siz bo'lib qolasiz. Jamiyat kerak emas odamni o'zi chiqarib tashlaydi. Kerak odamni o'zi yig'ishtirib ko'taradi. Shuning uchun iltimos qilaman. Mana shu narsaga ahamiyat beringlar. Mana bu narsa ham kerak. Yo'q, uni inkor etinglar demoqchi emasman. Ana shuni bir qismini ta'lim tarbiya jarayoniga ajratinglar. Ozgina mehr e'tibor ajratinglar. Iltimos qilaman. Maktablardagi ta'lim sifatini tushishligi ota-onalarning farzandlari bilan kontakt munosabatlari kamligi, uyda kam vaqt ajratishligi, farzandiga e'tiborsizligining natijasi ham ta'sir qiladi maktabdagi ta'lim sifatiga. Sizlar bilan 3 xil farzandni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi farzand bu moddiy meros qoldirgan farzandimiz. Demak, moddiy meros olgan farzand. Ikkinchi farzand moddiy va ma'naviy meros olgan farzand. Moddiy va ma'naviy meros olgan farzand. Endi uchinchi farzand esa na moddiy, na ma'naviy meros olgan farzand. Hech nima yo'q unda. Xo'sh, moddiy meros, moddiy va ma'naviy va hech qanday
Hech nima qoldirmang farzand. Chunki jamiyatimizda asosan 3 xil turdagi farzandlar uchraydi-da. Ya'ni ota-ona harakat qiladi, faqat moddiyat va ma'naviy tarbiya berishga harakat qiladi. Ikkalasini ham imkon qadar o'qitadi, o'rgatadi. Bunday qism ota-onalar juda kam. Yer yuzida ham kam. Ya'ni ham moddiy meros, uy-joy qilib beradi, kerak o'zi bizneslar qilib beradi, ham ta'lim tarbiyasini beradigan bolalar, ota-onalar kam, bunday bolalar kam. Va moddiy merosga ega bo'lgan bola va umuman na ota-onadan na moddiy meros olib qoladi, na ta'lim tarbiya hech nima olmaydi-da. Hech nimaga ega, hech qanday meros ola olmaydi. Ya'ni ota-ona farzandini ta'lim tarbiyasiga ham qaramaydi yoki biron bir ishlab pul topib bolasiga biron bir narsa ham qoldirmaydi. Endi mana shu ucharasini ko'rib chiqamiz. Endi qaranglar. Agar bolada moddiyat bo'lsa-yu, lekin ma'naviy, ya'ni ta'lim tarbiyasi bo'lmasa qanday bo'ladi? Agar faqat puli bor, biznes berdingiz, biznesni ham kibr bilan boshqaradi. Odamlarni bir tiyinga olmay qoladi. Mashinani ham minganda kibr bilan yuradi. Uncha-munchasini mensimaydi. Kibr bo'ladi unda. Odamzotni mensimaydi. Ilmi, ta'lim tarbiyasi bor odamda kibr bo'lmaydi. Ta'lim tarbiyasi yo'q insonda albatta kibr bo'ladi, agarda unda ma'ni moddiyat bo'lsa. Kibr havoga, maishatga, o'yin kulguga berilgan farzandga aylanib qoladi. Odamlarni mensimaydigan bo'lib qoladi, agarda mana bu qism bo'lmasa. Endi moddiy va ma'naviy merosga ega bola esa mashinada yursa ham odob axloqli, biznes boshqarayotganda ishchilari bilan ham odob axloqli, juda go'zal tarbiyaga ega bo'ladi. Uyga borsangiz ham qo'li ko'ksida kutib oladi, mehmondorchiligi bo'ladi. Unday bola o'ta odobli, axloqli, ta'lim tarbiya olgan insonning bolalari ham albatta ko'pincha mana shunday bo'ladi. Endi umuman na ta'lim tarbiyasi bor, na moddiy merosga ega bo'lgan bolalar esa kim bo'ladi? Hech kim bo'lmaydi. Jamiyatda juda ham qiynaladi. Chunki uni ilmi yo'q, biron bir ishni qilgani, tarbiyasi yo'q, muomalasi yo'q. Hattoki oddiy ishchi bo'lib ham ishlay olmaydiganlar bor. Real hayotda bor. Mana men yashab turgan uyimni atrofida mana shunaqa hech nima ota-onasidan meros bo'lib qolmagan, mana shunaqangi jamiyatda insonlarni ko'zim bilan ko'rganligim uchun aytayapman. Shuning uchun farzandlarimizga imkon qadar moddiy va ma'naviy meros berib qoldirishligimiz kerak. Bunday bola jamiyatni rivojlantiradi. O'zbekistonning kelajagi uchun qaysi davlatda bo'lmasin, qaysi jamoada bo'lmasin, albatta ana shu joyda faqat olg'a suriladi. Olg'a boradi. Moddiyat ham yaxshi, farzandning kelajakdagi barcha ishlarini rejalashtirgan iqtisodiy o'sishlarida albatta moddiyat ham kerak. Lekin mana buning o'zi farzand uchun bu faqatgina zulm bo'ladi. Ya'ni ta'lim tarbiyasi yo'q farzand uchun boylik bu zulm bo'ladi. Uni o'zi uchun siz farzandingizga ta'lim tarbiya emas, faqat moddiyat qoldiradigan bo'lsangiz, siz farzandingizga zulm qilibsiz. U jamiyatda juda qiynaladi. Ikki dunyosini xor qilib qo'yadi. Bu dunyosini ham, oxiratini ham xor qilib qo'yadi. Shuning uchun imkon qadar moddiy emas, ma'naviy boylik qoldiring farzand, ya'ni ta'lim tarbiyasini go'zal qiling. Ana undan keyin agar imkoniyatingiz bo'lsa, albatta moddiy meros ham qoldirganingiz yaxshi. Moddiy va ma'naviy merosga ega bo'lgan bola albatta jamiyatdagi eng zo'r hayot kechirayotgan bola bo'ladi. Ko'rsangiz ko'zingiz quvonadi, undan ko'nglingiz to'q bo'ladi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, birinchi bo'lib ta'lim va tarbiyaga e'tibor qarataylik, ana undan keyin moddiyatga. Eng qiyin narsa bilasizlarmi bu hayotda nima ish? Farzand tarbiyasi eng qiyin. Har qanday ishni qilsa bo'ladi, har qanday narsaga erishsa bo'ladi, mashaqqat, mehnat bilan qilsa bo'ladi. Lekin farzand tarbiyasi bu juda ham og'ir. Ertaga qaragan chog'ingizda ham
ota-onalarning qarigan chog'ida ko'chada jamiyatdagi insonlar, atrofimizda insonlar bizlarning farzandlarimizning yutuqlariga qarab bizga baho beradi. Ya'ni mening farzandim qanchalik yutuqli, muvaffaqiyatli, odob axloqli bo'lsa, menga shunchalik nima yaxshi bo'ladi. Yaxshi so'zlar bilan esga olishadi. Ey, palonchini bolasi, malades deb qarashadi. Aks holda padaringga lemonad deydi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, iltimos qilardim, ta'lim-tarbiyaga vaqt ajrataylik, ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanaylik. Eng og'ir nuqtamiz shu bo'lib qoldi. O'zbekistondagi eng qiyin narsa mana shu bo'lib qoldi. Moddiyat emas, mana bu bo'lib qolyapti. Bu haqda jadidlarimiz bir asr oldin ham aytgan. Hozir ham bu mavzu dolzarb mavzu. Demak, hali bir asr mobaynida hali buni yechimi topilmadi. Hali yechim bo'lmadi. Ta'lim-tarbiyaga ahamiyat beraylik. Ta'lim-tarbiya. Ana undan keyin ortsa moddiyat. Bizning kelajagimiz, bizning nafaqat bugungi kunimiz, nafaqatki qarigan chog'imizdagi holatimiz, oxirat keyingi hayotdagi holatimiz ham ta'lim-tarbiya jarayoniga bog'liq. Farzandlarimizning ta'lim-tarbiya jarayoniga bog'liq. Farzand tug'ildi, bo'ldi, uni ovqatini beryapman, bo'ldi, boqyapman deyishlik bu bizning vazifamiz, bo'ldi, ozod qilindi, biz vazifamiz bajarildi degani emas. Biz hayvon, uy hayvonlari boqmayapmiz uyimizda. Biz farzand katta qilyapmiz. Farzandning ta'lim-tarbiyasini ham berish kerak. Faqat oshqozonini to'yg'izib, ustiga chiroyli kiyim kiydirib qo'yishlik bilan ota-onaning vazifasi tugamaydi. Ota-ona ta'lim-tarbiya berish kerak. Ana shu ota-onaning vazifasiga kerak. Eng muhim vazifa ana shu. Qornini siz to'yg'izmasangiz ham to'yadi qorni. Yo'q, men to'yg'izmasam to'ymaydi deb o'ylaysizmi? Qancha yetimlar bor. Nima, qaysi biri ochidan o'libdi? Tirik yetimlar bor, na otasi, na onasi yo'q, lekin yashayapti o'shalar ham. Lekin ota-onasi bo'la turib, ta'lim-tarbiya olmayotganlar ham juda ko'p. Shuning uchun farzandingizni rizqini deb, "O'y, vohma qilmang, siz ham qorni to'yadi." Lekin siz ta'lim-tarbiya ola olmaydi. Shuning uchun ota-ona farzandining tarbiyasiga, ta'lim-tarbiyasiga albatta mas'uldir va birinchi navbatda qilinadigan ish moddiyatdan ko'ra mana bu narsadir. Shuning uchun iltimos qilaman, farzandinglarning kelajakda qanday bo'lishligi bu sizlarning mahoratingizga bog'liq. Bu sizlarning farzandingizga bo'lgan munosabatingizga bog'liq. Farzand ota-onaning yozgan asaridir. Yozuvchi qanchalik buyuk bo'lsa, asar shunchalik qudratli bo'ladi. Kuchli bo'ladi. Eng katta boylik. Bu kuchli ilmdir. Eng katta boylik va farzandingiz uchun qoldirayotgan eng katta boylik emas, uniga qurol ham, eng kuchli quroli ham uning ilmidir. Eng katta boylik ham uning ilmidir. Ikki dunyo saodatiga erishtiradigan narsa, ikki dunyoda aziz, el yurt ichida aziz qiladigan narsa ham farzandingizning ilmidir. Sizga foydasi, jamiyatga foydasi tegadigan narsa ham ilmidir. Moddiy boyligi emas. Moddiyat emas, ilmdir, ta'lim tarbiyasidir. Shuning uchun iltimos shug'ullaning. O'zbekistonning kelajagi buyuk bo'lishi. Tariximiz buyuk. 9-12-asrlar Sharq uyg'onish davri. Buyuk allomalar chiqqan. Bizning qonimizda buyuk allomalarning qoni oqyapti. Bizning tariximiz, ajdodlarimiz buyuk. Lekin biz buyuk bo'lmay qoldik. Nega? Chunki biz kitob o'qimay qo'ydik. Ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanmay qo'ydik. Iltimos qilaman, ta'lim-tarbiyaga qaytaylik. Shu bilan shug'ullanaylik. Ta'lim-tarbiya jarayoni qiyin, uzoq vaqt talab etadi. Lekin mevasi to tirik ekanmiz, mevasidan bahramand bo'lamiz. Vafot etar ekanmiz, mevasidan bahramand bo'lamiz. Vafot etganimizda ham bizdagi savob yog'ilib turadi. Ta'lim-tarbiya shunday narsa, abadiy meva beradigan bir ko'chat desa ham bo'ladi. Siz mana shunga e'tibor qarating. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim faqat shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.